Ba'zi bir odamlar so'roq savol qilishga nihoyatda ishqiboz bo'lishadi. Nimani aytsang nima uchun deyishaveradi. So'roqni ketidan so'roq berishaveradi. Ana shunday toifadagilar aytishi mumkin. Alloh taolo shuncha xalqni yaratibdi. Ularga ovora bo'lib, ibodatni farz qilib, vojib qilib, uni qil, buni qil deb, ularni hisob kitobini qilib, qilganini hisobiga qarab, birini jannatga, birini do'zaxga kiritib, hammani shunaqa bir demak mas'uliyatga ko'mib tashlashni o'rniga hamma bandalarini shundoq to'g'ridan to'g'ri jannatga kiritaversa bo'lmaydimi? Savol. O'zi yaratgan, o'zi yana jannatga kir desa hamma kirib ketaveradi-yu. Ish bitdi. Bu savolga ulamolarimiz aytadiki, bu savol befahm odamlarning savolidir. Fahmsiz odamlarning savoli shunaqa bo'ladi. Alloh hech bir narsani behikmat qilmaydi. Alloh bandalarga ibodatlarni farz vojib qilar ekan, ularni mana shu farz vojibni evaziga jannatni berishni shart qilib qo'ymagan. Balki shu farz vojiblarga amal qilaroq, diniy ta'limotlarga amal qilaroq, avvalo bu dunyosini obod qilishni o'ylagan. Hikmati shu. Hammani kirgizaveraveradi. Lekin o'sha oxiratda so'roq savol qilmayman desa, odamlarning bu dunyosi buziladi. Birov Xudodan qo'rqmay qo'yadi. Bandadan uyalmay qo'yadi. Xayoliga nima kelsa shuni qilaveradi. Buni o'rmon qonuni deydi. O'rmonda qaysi hayvon birini ushlab olsa yeyaveradi. Odamlar undan battar bo'lishadi. Birovning haqqiga xiyonat qilishni o'ziga faxr deb bo'ladi. Birovga zulm qilishni, zo'ravonlikni eng zo'r odamman dunyoda deb o'lchashga o'tishib oladi. Bu dunyo buziladi. Bu dunyoda adolat qolmaydi. Bu dunyoda odob, axloq qolmaydi. Bu dunyoda yaxshilik qolmaydi. Insonning sha'niga, sharafiga to'g'ri keladigan ish qolmaydi. Hammasini odamlar o'zlari yo'q qiladi. Shuning uchun bu dunyo go'zal o'tsin. Bu dunyo adolat bilan o'tsin. Bu dunyoda insonlar ezgulik bilan o'tsin. Muomalalari bir-birlariga go'zal bo'lsin, bir-birlariga yaxshilik qilsin, bir-birlariga muhabbatli bo'lsin, bir-birlarini e'zozlasin deb Alloh taolo haligi ibodatlarni joriy qilib, savob, gunohlarni o'lchaydigan qilib qo'ygan. Hozirgi kunda dunyodagi eng katta kofirni olib kelib so'rasangiz ham, dunyoda nima yaxshilik desangiz, din yaxshilik degan narsalarni aytadi. O'zi eng katta kofir. Eng katta kofir. Lekin qani gapirchi, dunyoda ezgulik bormi desang, bor deydi. Nima desang, rost gapirish deydi. Birovning haqqini yemaslik deydi. Birovga azor bermaslik deydi. Hammasi din aytgan narsa. Odam otadan boshlab Muhammad alayhisalomgacha shuni aytgan din. Bu Allohning amri. Ana u kofirman deydi, nobakarman deydi, Xudoni tan olmayman deydi, palon piston deydi. Lekin o'ziga odam bo'lsang, qani gapirchi, odamgarchilik nimadan iborat desangiz, dinda borgan narsani gapiradi. Ana, demak bu dunyoning obodligi, bu dunyoning baxti, saodati, bu dunyodagi ezgulik, yaxshilik, odamlarning bir-biriga oqibatli bo'lishi, mehrli bo'lishi, bir-biriga yaxshilik qilishi, dunyoni yaxshilikka to'ldirishi uchun Allohning vojib qilgan ibodatlari kerak. Allohning joriy qilgan ta'limotlari kerak. Allohni siz bilan bizni bu dunyoda baxtimiz, saodatimiz uchun yo'llab qo'ygan ta'limotlari kerak. Bo'lmasa Allohga oson, hammani o'zim hal qildim, o'zim jannatga kirgizib yuboraman deb hisob kitob qilmay kirgizib olsa kiraver. Bir og'iz so'z bilan bo'ladi. Bo'ldi desa bo'ldi. Lekin bu yoqda biz muhtojmiz bunga. Bandalar muhtoj. Banda o'sha hayotini yaxshi o'tishi uchun diniy ta'limotlarga, ko'rsatmalarga o'zaro amal qilishlari, o'zaro bir-birlarini hurmat qilishlari va ana o'shaning orqasidan baxtga, saodatga erishishlari nima lozim? Alloh shuni joriy qilgan. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimning ko'plab oyatlarida iymoni bor, yaxshi amal qilganlarga yaxshi hayotni va'da qilgan.